أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الإجارات بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كتاب الإجارات يعني إجارة أحكامlar bayan kılgan bölüm. İcara emmeylengi malum. İcara eccara yüecciru. Yani ecr. Ecera. Demek ki de bu menfaat bedeli. Bir işin bedeli. Yani sevap diyendek man. Çünkü istilahta akdun alel menafi'i bi'ivad. Faydalanılıp bedel töleşke kılınan toxtanmaydı. Bu kitapta tarif kılmadı. Hanefi mezhepte akdun alel menafi'i bi'ivad deb tariflaptı. Başka mezhepnin tarifleri mi? Şu mezmun etrafıda söyleydi. وَالنَّظَرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ شَبِيهٌ بِالنَّظَرِ فِي الْبُيُوعِ Kitab-ı icarat'ta mı şu buyuk oxşaşlam bahs kılmaz deydi. يعني أن أصوله تنحصر بالنظر في أنواعها وفي شروط الصحة فيها والفساد وفي أحكامها. Yani bu kitaptaki asas mesele, bablar yaki meselenin yıldızı ne bir takıldı olsa, icarenin türleri kaysı, icarenin doğru oluşunun şartları kaysı, kanda ahvallı olsa büzülüp gidiyor, fasid olup gidiyor, icarenin ahkamları kaysı diyen muşunda meselelerde bahs kılmaz deydi. وَذَلْكَ فِي نَوْعٍ minha. Yani her bir icare şeklinin ahkamlarını ayrım bayan kılmaz. Yani nev'an bir diyen. واحد منها يندك نوعا منها يعني فيما يخص نوعا منها يعني her bir türge has bolgan ahkamlar ve fima ya'ummu akthara min wahid minha yana bir qancha umumiylik bekitilgan ahkamlar demekçi. Demek bu bölüm hazır iki kısımga bölünüşü tabiiydi. Fahadal kitabı yanqasmu evvelen ila qismayn. Aldılan iki kısmı bölümüz. El-qismul evvel fi enva'iha ve şurutus sihhati vel fesad. Birinci kısımda icarenin türleri ve doğru bulaş yaki fasid bulaşının şartları. Ve thani ikincisi fi ma'rifet ahkamil icarat. İcarenin ahkamlarını bilip ötemiz. Ve hada kulluhu ba'da qiyamid delil ala cevaziha. Buların hamısı muş icarenin caizliğinin delilini turg'izib bo'lgandan keyin ondan buldu dedi. Aldılar bunun hükmü, icarenin hükmünü bir bayan qilib, undan keyin ondan onun türleri, şurut sahını bayan qilamiz demoqchi. فَلْنَذْكُرْ أَوَّلًا مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْخِلَافِ Cevazi hakkında bo'lgan talash-tartishni bir bayan qildilar. Undan keyin ondan ثُمَّ نَصِيرُ إِلَى ذِكْرِ مَا فِي ذَيْنِكَ الْقِسْمَيْنِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمَشْهُورَةِ Ondan aşuqurqa aşı iki qismdagi meşhur meselelerni bayan qilamiz. إذ كان قصدنا إنما هو ذكر المسائل التي تجري من هذه الأشياء مجرى الأمهات. Bazı mecrel usul deb qo'ydi. Çünkü bu kitapta biz bu fiqh meselelerinin jildizdek ya qoidasida qilipidek cho'ng meselelerni yoki cho'ng mesele olmasimi misol tariqasida bir nechasini qilib shaklda bayon qilib o'tdik. Hamma tafsilotga kirmaydik deydi. وهي التي اشتهر فيها الخلاف بين فقهاء الأمصار. Biz bayan qildığımız fuqaha al-amsarda xilaf meşhur olib ketgan, talash-tartish bo'lgan masalalarni bayan qilib to'xtaydi. Lekin hamma emas. Yoki ba'zida shu mantuqqa munosabatlik, ya'ni oyat va hadisning lafziga bevosita munosabatlik bo'lgan masalalarni bayan qilib to'q. Tanaqul. Endi hozir biz ijoraninki hukmini bilish uchun to'xtalmoqchi. إن الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار والصدر الأول. فقهاء الأمصار نبز أش اجتهاد دوردك هر شهادك تنلغن فقهاء مثلا إمام أبو حنيفة كوفة إمام شافعي بغداد مصر دا إمام ليث مصر دا إمام مالك مدينة دا ربيعة مدينة دا أوزاعي شام دا ابن أبي ليلى كوفة دا مثلا أوزاعي أبو ثور إمام أحمد مثلا مشولا فقهاء الأمصار. والصدر الأول صدر الأول ديجان الصحابة تابعين لانن دوره. Ya karşı ictihat devir boğan birinci devir desek mi buldu? Yani tabi'iler ve tabi'in devri desek.
Ne aşıla hammasi icari caiz deb qaraydi. Bu albatta caiz hamda. Ijarisiz hayotni tasavvur qilib baqalamasiz, mumkinmi? Biz kira qilmay, ya bir odamni bir ishga kiralamay, ishlatmay, ayında bir hayotni tasavvur qilib baqsak, bu mumkin bo'lmaydi. Nazarımda Mesela bir uy yasamoqchi bo'lsak, uyninki qurilishini o'zimiz qilib, yog'ochchiligini o'zimiz qilib, to'kchiligini o'zimiz qilib, sirchiligini o'zimiz qilib, yog'ochni o'zimiz balki hamda yog'ochni o'zi terib, yog'och paydo qilib, yoki to'ksimlarning va simlarning o'zi yasab degandek va hamma ishni undaq qilinmaydi. Cho'qim boshqalar qildirdi buni. Yani ba'zi aslini setib oladi, ba'zi aslini pul berib buni qildirdi. Hamma ishni o'zi qilolmaydi. وحكي عن الأصم وابن علية منعها. الأصم أبو بكر الأصم. أبو بكر الأصم يعني اسمه عبد الرحمن بن كيسان الأصم. ومبر فقيه كان مفسر كان لكن معتزل قرويدنا. عبد الرحمن بن كيسان. 201 وفات بوغان. Yani şu İmam Şafii'nin, İmam Ahmed ibn Hanbal'ın da vermiş şu. Ve ibn Ulayye. İbn Ulayye dediğimiz asıl bir dağınık imamlardan birisi var. İsmail ibn Ulayye. Bu tabi'in İsmail ibn Ulayye çok imamlardan birisi. Muhaddis imam. Şunun oğlu vardı. İbrahim ibn İsmail ibn Ulayye. İbrahim ibn İsmail ibn Ulayye bu yukarı Abu Bakr al-Asam'ın şagirdi. Bu mu Mu'tezile? Lakin bunun dadısı İsmail ibn Ulayye bu ehl-i sünnet. İbrahim. Ustazdan şu i'tizalını algan. Bu 218. yılı vefat olupken. İbrahim ibn İsmail ibn Ulayye. Ulayye İsmail'in anısı. Bazı şu anısı mansub kılınğanlığı var. Yani şu anısı meşru oğullıktan. Yani başkalarından ayrış için anısı 118. yılı. İbrahim 218. yılı vefat olgan. Bularning fıkhda yoki usulda i'tizal nimasi bo'lg'achqa ham undan boshqa shunda g'alita shaz fatvolari, shaz qarashlar ko'p. Şu alimlar mesela İmam Nevevi, İbn Hazm bo'lsin, Zarkashi va shunga o'xshash mo'tvar alimlarning ko'pchiligi Abu Bakr al-Asam bilan Ibn Ulayyaning xilofi hisob qilinmaydi. Mesela bütün alimlar bir narsani bulu degan bo'lsa ijaraga o'xshamaslar. Bu ishkaylan bo'lmaydi degan bo'lsa bika. Ya'ni xuddi ijmo bo'lardi. Agar İmam Şafii masalan bo'lmaydigan bo'lsa o çağda icma olmaydı. Lekin ma'lum bo'lmaysa bu bika. Xuddi masalan Shialar bir narsa qopsa bika. Qatori kirgizmaymiz deydi. Yani icmaga ta'sir etkizadigan icma ba yo'q deyiladigan doiradagi ulamolar qatoridan sanamaydi. Yo'q, mush ishkaylanni. Chunki bularning nihoyatda g'alati shunda qarashlari bor. Hem i'tizal nimasi var, bundan başqa bid'at qarashlari bor bo'lg'achqa. Lekin unda qarashlari bo'lsa-mu, ba'zi bir olimlarning biri işte shunda bir shaz fatvolar bo'ldi, shaz qarashlari. Lekin ma'lumki asli chigidan bundan usul istidlal chataq. Usul istidlal chataq bo'lgan ekan, manhaj masalasida udillashanmagan ekan bu beka deb e'tirof qilmaydi. Xuddi masalan biz ahli sunna Shia'nikini e'tirof qilmaymiz. Shia bunu caizdandı, baribir. Karımız yok. Biz onu hesap kitaptan çıkarıp etken. Kennehu lem yekun. La yu'taddu bi muhalafatihim ve la bi muvafaqatihim. Yani onu xilaf kelsin o falanı bundan qarşı fikirde bo'lgan deb bunda desin. Ma'qul kelgan bo'lsa-mu, Shia'lar bunda qaraydi deb buni deb yurmaymiz. Bu hesapdan sirtligidir. Nima uchun? Li'annahum li'annahum shirzimatun min ahli al-ahwa wal bid'ah. Ahl ahva vel bida bo'lgan ekan, uni hesabdan chiqaradi. Endi mashka olimning var, i'tizal kashilsi var. I'tizal kashilsi bo'lsa, normalda uni hisob oladi. Lekin uningdan boshqa shunda bid'at qarashlar deymiz, har xil g'alita, shaz qarashlar nihoyat ko'p buni. Asli tegidan usul istidlolda masala bo'lg'achqa buni hisob qilmaydi. Bu bid'at mujtami ko'p keldi shu. Abu Bakr al-Asam, Ibn Ulayya shular bunda boshqa fikrda bo'lgan deb qo'ydi, lekin bunda shazimdi. Demasak kim bo'ldigan bunda bir deb qo'yib degan tariqada ekib qo'ygan. Muallifning mustadrak ba'zi gaplarda e'tibor qilgan deganlik uchun ekib. Yo'q. Buni masalan Ibn Hajarmi, Imom Navaviymi boshqalarni ekib qo'ydi ba'zida. Lekin unda xabarda olib qo'yganlar degan tariqada bilib qo'yish shart. Masalan Davud az-Zahiriyninkini ba'zida ekib qo'ydi masalan. Ekip koydu, Davud Zahiri'nin şazımıdır var, lekin onun xilafı etibar kılındı. Ve delilu cumhur. Demek ki Abu Bakr al-Asam bilan Ibn Ulayya icari caizeme asıp durdu. Yani icari doğruluk şunda delilli tutsa, ayet hadisli tutsa, icari caizeme asıp durdu. Hadir bu şu meselden mi? Bu işkeylenin xilafını etibar almasının nimi sebepten kelliği bundan çıkıp durdu. Bunda aniq mas'ul tursa, yo'q, unda attı, bu sabab bo'lgan, bu joiz emas deb boshqa bir gapni qilib yuradi.
ودليل الجمهور قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. Musa aleyhisselam Şuayb aleyhisselam bilan ijara to'xtamni qildi. Shunami 8 yil ishlab birdigan, bir qizni nikohlab birdigan, xolisa 10 yil tamomlab o'tilgan. Musa aleyhisselam 10 yilni tamomlab o'tgan. Ya'ni 8 yil ishlab berganmi, natijada 10 yil ishlab berganmi? 10 yil ishlab bergan. Shundan endi ayol kishiga bergan mahrni ayol kishiniki ota-onalari, ya'ni ishlash tasarruf qilsa qolgan uchun bo'ldi deganlik chiqqanda. Shu manfaatni mahr qilsa bo'lamdi degan masala kelib chiqdi. Bunda ata-onaning foydalanishi berishi degan umumiy sal chiqishi mumkin. Şuayb alayhissalom ishlab bergandek bo'ldi. Lekin Şuayb alayhissalom o'zi hisob so'qida o'zaldi. Bu qizimning mahrini 8 yil tutib oldim. Shunami? Men foydalandim. Asli bu qizimning safar qildi. Qizimga men buning o'rniga boshqani beray deb. So'ng Musa alayhissalom Misr tarafga yoki Turisina tarafga mangan chaqda qo'ydin manda tug'ilgan, manda rangda, sidam tug'ilgan qo'ylarning hammasini o'son deb bergan. Shu yili ham qo'y shu Musa alayhissalom tegadigan chaqda buzilgan. Yani şu bir pada qo'yni bergan Musa alayhissalom. Ayolni olib Turisina tarafga mangdi, undan yo'lda ketayotgan naran o'takilaydi de shundan shu o't ko'ringan yerga borgan chaqda vahiy keldi. Taxla'na alayka innaka bil vadil muqaddas tuwad. Endi bu manfaatni mahr qilsa bo'lamdi degan masala setishgan. Ya'ni biz tarafdan shar'man qablana shar'ullana mo degan masala setishgan. Ve kavluhu fe in arda'na lekum fe atuhunna ujurahunna. Bu inik anadamda zir. İmet birdigan bir ayolni tutishib, nima qilsa, ikkala ayrildi deylar. Arxutdan ayrilgandan keyin imetayotgan bir bola bor. Ayoli shu achchig'ida ala balani imetmayma deb nima qilsa, bu chaqda imet birdigan ayoldan birini izlaydi. No boshqa ayolni tutishni qilsa, yoki shu ayolni qo'yib boshqa odamni izlab yurmaylar, o'zingni imetanglar, men pul beray deb qolsa, mayli. Shartga o'rashish masalasi. Demek mishari bir xil odamni emitishga yollashdan iborat. Kiramış mı? Bunun misalları köp. Yani ayetin birer misal ekip koydu. Ve mines sünneti thabiteti sahih sünnette buna ma kharrajahu'l Bukhari an Aişete radıyallahu ta'ala anha qalet istecera Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir'in raculan min benid-dili hadiyen khirrita. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret kıldığın çağda Ebu Bekir radıyallahu anh ikeylen billa yolga çıkış için bir yol başçını icari aldı dedi. Kiraladı. Hadiyen yol başçı. Khirrita usta. Mahir usta diyem oldu. Khirrit diyem. Yol kalitesi okşaş bunlar emir bilgilenmek. Allahu Ekber. O tavlan o. Ma usta diyem. Usta. Mahir usta. Ve huve ala dini kuffari Kureyş. Bu yol başlavacı Kureyş kafirlerinin dinindeydi. Yani Müslüman emez. Aşını icari geldi. فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. Şoňlan u yol başçyga Resulullah Ebu Bekir işkeylen minilgan işki tügini, seferge tayyarlagan tügini onu berip, rahile degen seferge minip mağdan tüge degen boldu. Udul kelgen tüge seferge yaramaydı. Bu Resulullah muşu nima qildigan tügini Ebu Bekir bir ay maxsus elep bir bakkan. Seferge tayyarlaş. Birisi sizge diye olsun dese Resulullah yaqtap setip algan. İki tügenin birisini Resulullah setip algan. Bunu kim bir dağınga setip algan. Sonra Ebu Bekir buna nahayeti obdan bakkan. Bir müddet obdan bakıp ondan hicretken şunu işletken. Şu hadiste en-nasu ke'ibilin mi'ah la tekadu tecidu fiha rahila. Kişilerin 100 tüge okşaydı. Hemmimiz tüge. Lekin seferge birasinemde menip manay desem seferge yaraydıgandan bizne tapılamaydı. Kakildan mısın? Tuttağılamısa rical mısın? Lekin kakildan racıldan bizne tapılamaydı. Ente raculun ve ricalu qalilu degan. Baş seferge tayarlar işki tügene aşu yolbaşçı kapırığı berip onunla vaadilişipti. 3 keçeden keyin Thor g'arining oldida uchrashaylar. Ikki tugini ilib kelgan. Birahilatayhima degan ikkilanning tugisini ilib chiqsa, shart uchrashimiz deb kutishibdi. Bu hamda istajara deganda Rasulullah ijaraga oldi shuni. Shunami? Bu bir dalil aniq. Ve hadithu Jabir radıyallahu anhu ennehu ba'a minan-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem ba'iran. Hazreti Jabir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge bir tugi satgan. Bir gazatga chiqqan vaqtida qaytayotgan chaqda Jabirning tugisi Muhammadni aytdi, aql qilib nima qilgan ekan?
oynamış bo'lganki bu Mamay Turolda degan tayoqdan bizga kelib tayoqdan birini o'qib qo'yibdi. Eng oldin shirkatdi bu. Erkinga Hazrat Jabirga butun satamsa deganki ma'qul deb uni tushib sodlashdi. Sodlashgan ekan Madinaga minib berib olishni shart qildi. Undan keyin Madinaga borgan chaqda Rasululloh uning pulini berib, keyin undan pulini berib bo'lgandan keyin chaqirtib tugunimi hadiya qilib berib o'tgan. Balki bu Hazrat Jabirninki shu dadisi to'lib ketgan emas, o shunday killan bo'lgan voqelik bo'lishi mumkin. Annahu ba'a min an-nabiy sallallohu alayhi vasallam ba'iran. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir to'gi sotdi. Va sharata zahrahu ila al-Madina. Madinaga uni minib olishni shart qildi. Zahr degani uchsa degan gap. Yani uchta o'tirib berib olishni shart qildi demakchi. Jabir o'z shart qildimi? Payg'ambar alayhisolamning sharoti. Jabir shart qildi deyman. O'tganda bir qadam chiqdi bu. Madinaga minib olay degan. Bundan ijarni chiqmaydi. Zahro degan shart minib olish, foydalana olish masalasi bor. Buni vajidi islarni bayon qilish mumkin. وما جاز استيفاؤه بالشرط جاز استيفاؤه بالأجر. Sizlar kalları kelgan to'qonoqqa javob beradi. Bu hozir shu bir manfaatni qo'lga topshirib olmoqchi ama, ya'ni minib olishdan iborat bir manfaatni topshirib olmoqchi. Shart bilan qo'lga topshirib olish joiz bo'lgan narsa jaz istifa'uhu bil ajr. Ijara kelib qo'lga topshirib olsa bo'ldi. Ya'ni minib olishni hozir sodda shuni qetib kelishdi. Xuddi biz satqandek bir ish bo'ldimish. Setishning ichidagi bir narsamış. Davon keyin shuni ijaraga qismi bo'ldi. Ijara nomusi ko'pincha savdoga chetishlik. 10 kunning qarshisiga minib olishni ijaraga hisoblasak bo'ldi deydi. Bu nimadan iborat hozir? Mujdalil, qiyos. Ha, qiyos iborat. Hadisda keldi to'g'ri, lekin hadisda istidlol qildig'ini qiyos. Qiyosul ijara alal bay'. Xuddamda al-kitob va sunna va qiyosni ekan ekan. Andan yuqori olimlarning sadri avvaldagi butun shu musulmonlarning muslim qilsak ijmo chiqadi. Bu Abu Bakr al-Hasan bilan Ibn Ulayyaninki ijmoga ta'sir ko'rsatmaydi, zidilanmaydi ijmoni. Davon ekan bu beka. Endi bak hozir al-kitob va sunna, al-ijmo, al-qiyas min qator tizib ketdi. Bu Jabir radhiyallohu anhuning hadisi muttafaqun alayhi hadis. Buxoriy rivoyat qildi degan shu Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadis qo'ydi muttafaqun alayhi. Belki Buxoriy yalnız rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. İmam Buxoriy va Ahmad. İmam Buxoriy va Ahmad rivoyat qilamiz. Lekin ma Jabirninki muttafaqun alayhi. Va shubhatu man mana'a zalika bu kimning shubhasi? Al-Hasan bilan Ibn Ulayyaning, ya'ni ustoz bilan shogirdi ishkaylanninki shubhasi shu. Nima ekan? Annal muawadat innama يستحق فيها تسليم الثمن بتسليم العين كالحال في الأعيان المحسوسة. معاودة degan bir narsa almashtirish. Sodimi muavadat mesela. İcarımı bunda muavadat buldu. İnnema yustahaqqu fiha teslimu thaman bitaslimil ayni. Şu tovarni teslimil ayni deganimda tovar deyli. Şu tovar yoki shu narsani topshirgan vaqtida pulni topshirish lozim bo'ldi. Pulda haqqi bo'lgan bo'ldi. Maddini topshirgan, tovarni topshirgan odamning pulni topshirib olish haqqi bo'lgan bo'ldi. Kal hali fil ayanil mahsusati. Xuddi masalan bug'doy, qo'noq, o'sha ayanil mahsusa degan shu. Endi tovarlarni. Ash tovarlarni sotgan vaqtimizda bug'doyni bergandan keyin pulni akidan deyish haqqi bor. Shuni pulni olish haqqi bordi. Endi wal manafi'u fil ijarati fi vaqtil aqd ma'duma. Lekin ijara qaraydigan bo'lsak, topshirib olmoqchi bo'lgan manfaat shu to'xtamlashgan chaqda yo'q deydi. Masalan, bir uyni bir oylik ijaraga olsak, bu to'xtamni qilgan chaqda ijaraga ijarani shunday qo'limizga ilvetkil bo'lamdi, bo'lmaydi. Kun sayin azazdan o'tirib olgan gap. Lekin gachchida bir qo'lga topshirib olgan narsa yo'q buningda demakchi. Fakana zalika g'araran. Lekin bu bir xil majhullik bor demakchi. G'arar degan şey noma'lumlik, majhullik. Fakana zalika g'araran. Noma'lumlik bu. Ya'ni u hozir o'yin ijaraga olgan bilan erta o'gin indin, ya'ni jettinkin bir oylik ijaraga olgan o'tiramdi, o'tamamdi. Ya'ni o'tira olamdi, o'tiramamdi bu odam. Bu bir noma'lumlik, balki o'tirammaslik mumkin, ba'zi safar qilib ketishi mumkin. Bu bir qarang'ulik bu debdi. Wa min bay'a ma lam yuxlaq. Xuddi ko'rilmagan narsani sotishdan iborat. Ya'ni bundan foydalanish hozir masalan o'sha uyda turish, o'gin turish, bir oy qadar turish, xuddamda ko'rilmagan, taxa u vaqt kelmagan narsani sotishdan iborat. Bular aslida bay'ani bir asos qilib turib, bay'aga qiyos qilib turdi. Qiyos qilib bay'aga tushmagandan keyin joiz emas deb turgandi. Sen buni bay'aga qiyos qilmay, bay'a o'z oldiga savdo desak, ma ijara o'z oldiga yana bir asl.
Manda desek yani kılışıyordu. Ve nahnu nakulu yani ulağa reddiye bunda deyimiz. İnneha ve in kânet ma'dumeten fi halil aqd. Öydün paylanışı neydi? Mesela öyünü icare gelişi misal kaldık biz. Öyünü icare algan çağda biz 30 gün oturup paylanışı hazır bulmuşu mu? Toxtamlaşkan çağda bulmuşu mu? Feyye mustafatun fil galib. Köpünce ahvalda 90%, 95% kişiler içinde oturup paylanıp kesedi onundan. Favuklat bir ahval olarak kalsa paylanması mümkündür. والشرع إنما لاحظ من هذه المنافع ما يستوفى في الغالب. Yani şeriat muşu türlük menfaatine muşunda faydalanıp icari geliş meselelerde galiben bulduğunu göz tuttu. 90%'nin yukarı 95% bunda vücut kısıtlan buldu. Bir kısmın ahvalda faydalanmaya kalsa mesela hatta soğudu mu? Biz ne setvagan bilen bu setvagan nasıl faydalanması mümkün mesela. Ya lazım ama turdu taşlap koymuş. Ya ot kötüdü ya sunup kötüdü. Faydalanmayı katıldığı ahvalın bağlı. Şu galiben bolsa bulundu bununda. Ev yekun istifahu ve adam istifahi ala seva. Faydalanmasıqa tan beraber ihtimallıqtı bolsun. 50% faydalanış mümkün, 50% faydalanması mümkün desem bu meyle. Lekin bir yada asasen bunun kıyas kılınmaz, bu onda devcümey. Ayet hadis kelgendiken nasıl olgan ekan? Bu yerda qiyas qildim, o'qishdim, ortiqcha bir gap bu. Demak, bu Abu Bakr al-Asam İbn Ulayyaning hozir nima uchun ijma ishlarida xilofi e'tiborsiz ekanligi ma'nodan chiqdi. Bu oyat hadisi aniq kelgan nima tursa, buni yana qiyas qildim, ya mundatin dati deb gapni qo'yamiz. Unda olgan buning manhaji asli chata, kashilwa. Demak, bu ijaraning hukmi hozir joiz. Al-qismul awwal وهذا القسم النظر فيه في جنس الثمن وجنس المنفعة التي يكون الثمن مقابلا له وصفتها. Kitab-ı icaretning ikki qismi bo'lgan tuqilsin ama mush bo'limni ikki qismi bo'lgan. Birinchi qismida bahs qilgan masala jinsi thaman. Mush ijara ishida birdigan pulninki jinsi. Pul berishimiz mumkin, boshqa narsa berishimiz mumkin, shuning jinsi. Ondan uning qarshiligida biz foydalanib oladigan ash foydaninki jinsi va uning sifati qanday sifatda bo'lish kerak degan. Fa amma thamanu fayanbaghi an yakuna mimma yajuzu bay'uhu. Yani ijara bergan chaqda ijarada haqqi cho'qim biz agar sotadigan bo'lsak, sotqiladigan bir narsa bo'lish kerak. Satsa bo'lmaydi degan narsa bor. Masalan, nejis narsani satsa bo'lmaydi, noma'lum narsani satsa bo'lmaydi degandek. Da icari elip bir narsani uyni ijaraga oldik bo'lsin. Buning qarshiligi biz bildigan narsa manch pul degan aniq narsa bo'lish kerak. Yoki manchtaga buğday mesela. Ya bir ton haraq desa bo'lmaydi. Yoki pishki pul desa bo'lmaydi. Ha? Majhul, noma'lum. Aniq manch pul degan bo'lish kerak. Va qad taqaddama zalika fi babil buyu'. Kitabul buyu'da nimani satsa bo'ladi, nimani satsa bo'lmaydi buni bayon qilib qo'ygan. وأما المنفعة فينبغي أن تكون من جنس ما لم ينهى الشرع عنه. Faydalanılan şu menfaat mı? Şeriat şeklimgen menfaat buluş gerek. Mesela zinaga adam yalnız bulmaydı. İcare. Ama onun başka şunda arak yasaşka, tamak yasaşka diyendek işlaga adam yalnız bulmaydı. Ve fi kulli hadihi mesailu ittefaqu aleyha ve ihtilafu fiha. Muş meselelerin hamısı da ittifak olğunu ve ihtilaf olğan mesele var. Şu icaraga bəs bolğan nəslimdə şu an. Bir iş qilishqa ijaraga olmoqchimiz. Siz birisini bir ish qildirishga, masalan, sirlamoqchi. Endi sirlashga adam yallallah, shunami? Bu mayli. Yoki araq yasashga adam yallasa bo'landa, buni ish qildirlar. Va siz ish qilmoqchi bo'lgan ishqa qaraymiz. Ish shariat cheklashmi yoki cheklamashmi? Shu ijaraga o'xshaydi. Ha, sanatchilarni yallab ishlatish, shu o'xshash. Demak, shu naqshilning, sanatchilarning kirimi chataq degan. كلمة باكز كلمة مس وفي كل هذه مسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيها. مش مناسبة لك مسألة اتفاق كاغلر وا اختلاف لاشقلر وا مثلا فهمش هذا مثال عليلوق مما اجتمعوا على إبطال إجارته فمما يعني بلا icari qis bo'lmaydi deb ittifoq kelgan masalalarning bir misoli kullu manfaatin kanat li shay'in muharramul ayn degan shu o'zi moddasi harom bo'lib ketgan narsa. Masalan, al-khinzir, al-khamr jins harom. Muharram shu li zatihi, li najasatihi deganda.
Al-xamr vel xinzirni misal alsak mesela. Demek aş xamr vel xinzirden faydalanış için icari geliş olsa haram buldu deydi. Kezalike kullu menfaatin kanat muharrama biş-şer'a. Yana şeriat çekletken menfaatler. Mislu ecrin nevaihi ve ecril muganniyat. Naqşçılarning şaqqi yana ağızdalığa yığılab turadigan. Deymiz ona ayrım ismi bormi yo'qmi? O'lam metimlarda yig'lab turadigan yig'iluvchilarning shaqqi. Mingdan kelib, birdan ketib qachon tugasa degandek yig'laydiganlarimiz. Demak bu niyahanimi bu shunda hozirgidek bunda naqsh o'qishnimi shariat cheklayotgan ish bu. Bular niyahani bak ig'ir oladi. Shariatda qattiq cheklash. Bizning yo'lda yo'q o'xshaydi, Alloh ishlar haqiqiy yig'latib. Burun bormish. Burun bormish. وكذلك كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع مثل الصلاة وغيرها. يعني her bir insanın gadiniga farz bo'lib ketgan farz ayn. Her bir adam o'zi qilish kerak bo'lgan shunda ishlarni qildirish uchun bir adam yollasa bu mu bekor et. Mesela namaz, roza, hac. Hac mi var? Hac bedel deymiz-ku? Aslında ibadetni kira orqali qildirish, yani ibadatga adam yollashdan iborat. Mesela namazga, 5 vaqt namazga, pulli odamlar 5 vaqt namazga bir adamni kiralab qo'yib, her namazga 10 ko'ydan birimi, bir kunlik namazga 50 ko'y, bir oylik qimonch pul deb adamni birini yollab qo'yib, o'z namoz o'qimay o'tirsa bo'lmaydi. O'zi qilish kerak bu. Farz ayn bo'lgan ekan, o'zing qilishing kerak degan. Sonra elatlaşlar işlemi bağımda ya. Yo'nda ish yo'q, lekin anda ishi bundan unda chiqib qolgan bo'g'achqa o'lim olam shunda puxtalab qo'ygan buni. Öteki namazda kaldık, namazda kıyıp tuysalab Yaxshi, namozda qilnamdi. Bu bunda hayot vaqtida bir odamni yollab namoz o'qidish ish yo'q. Ha? Lekin bular aslida fidyatul as-sawm, ro'za tutanmay qolgan kasal yoki yashinib qolganlar berdigan fidyaga qiyos qilib o'qiyolmagan namozga shuna fidyalashni o'tirish qilgan. Hanifiy mazhabning shu keyingi mutaaxxirinlarning qarashi bu. Ya'ni shu 300-yillarda uni paydo bo'lgan qarash. O'rtasi bizning shu tarafda chiqargan buni. Bu Samarqand, Buxoro, Balx mushalda shadiki ulamalar qilgan ijtihod. Hanifiy mazhabning Abu Hanifaning navri shogirdlari, paynavri shogirdlari chiqargan bu. Hani Şafii mazhabida mundaq bir gap bor, isqatsalar degan gap bor. Hanifiy mazhab xos emas. Bunning qiyig'ini shu qamlashmaning qiyosida iborat. Ro'ziga qiyos qilgan. Qiyosning o'zi shunda bo'ladigan holatda lekin isqatsalar bir elisha ayqundan undan. Ya shu ilishari qilmaslik uchun qanday qilamiz shu kallani tutqizsa, kan o'tadlar o'tkazib bo'ldi. Yoki o'tadlar ketkizsak, yandurasıl bo'lmaydi buni. Bagandiki bu bo'lmasa isqat olmaydi, namoz gadini qilib qoldi, dadlarning gadini qilib qoldi va kalini berib qutulslar deb. Burada ikkinchi bir kalni isqat qilinib ekanmaydi. Jahil odamning, nada odamning qilmishi. Shunaqa qilib qiyos to'g'ri bo'ldimi? Xatomi? Ma ibodatda ko'pincha holda ibodatda qiyos toza qilmaydi. Ibodatda, masalan, lug'atda qiyos qilaman deb pek nima qilmaydi. Qiyos bek tutmaydi. Lug'atda. Çünkü lügat diyende şaz ahvallı var o. Siyasi olanlar degende. Ha? Şaz simaili var o. Bu kıyas düşmeydi o. İngilizcesinin şunda dedik o. Lügat qiyos. Mesela men desek men isteyimiz. Bok desek bok isteyimiz. Köpüsün ama. Yani şunda kirip lan child dep koysa children dep çıkıyor. Child istemeydi onu. Nime için ama bu kalıp düşmeyse İngilizce şunda. Kıyaslanmayız onu. Evet tildim şunda. Simaili dep lan kolda o ağzımızı yıtıldı o. Qadim şüphesiz simayinimde ettiğinleydi. Bu ibadet bizden özümüzün aklından bulmalı iken. Mani kıl dedi, şunu kılımız. Ya kıla ya bunun sevabı bu değil olmaydı. Taabbudi mezmunu olan iken. Ma meselda mani kılgan buluşun için başka bir sebepler için. Yani ma işte manda kılgan buluşun için başka sebepler için. Çünkü mani anan kıyas kılsak düşmeydi. Çünkü hemimizin öz dairesinden yapımız. Ha namazdan şu kıyaslı sal şudamdı. Mesela farzını neplini farzı kılsak o sal yaklaşıyordu. Lakin namaz yan ayrım birini roza ya biz zakat başlığına kıyas kılsak bu anlaşmıyor. Bula nimaga qiyos qildi? Birisi o'lib ketgan bo'lsa, uning hajini, qilmay qolgan hajini
qo'ysa bo'lamdi deb. U endi bunda fidokorlik bilan o'zlikdan qilib qo'yash, lekin pulilib qilish emas. Pulilib qilsa, ixlos degan narsa bo'lmaydi. Amma nuru illa li abdullah muxlisina lahuddin. Ixlosimiz bu odam pul uchun qildi bu ibodatni. Bu pul uchun qilgan ibodat u asli tigida ixlos bilan qilmasa, u asli odamga qanday yetib bordi? Mesela men pul uchun masalan falan axunga ejqib qo'ydim desam, $5 berar. Men pul uchun qildim. Bu ixlos yo'q. Pul erishmasa. Lavantkam bu asli tigida qamlashmagan narsa bo'ldi. Bunun savobim bo'lmaydi. Endi u odamning gadinga hech qanday tushira oladi, mumkin emas. Ro'za qilib nima qilish? Ro'zni pul olib ro'za qo'yish yo'q. Al fidya berdigan ish bormi? Tutanmagan. Bu endi shunda shu doirada alayda berilgan ruxsat. Undan qiyos qilolmaydi. Ama şu qayısında neskagan bo'lsa, neskagan bo'ladi. Neskagan bo'lsa. Shunda. واتفقوا على إجارة الدور والدواب والناس على الأفعال المباحة. Yani ittifak etken urun dur diyen kuru dükkan mesela. Darının köpük edeyle. Dur. Ve devab. Ulağla, maşinla. Ve nas. İnsanlı mı? Onda icari gaz buldu. Yallısı buldu. Alal ef'alil mubaha. Elbettem de halal şirketke. Öyle ki cıgla şun emez. Resul'dan nakşt olup şun emez. Mesela. Ya harak yasa şun emez. Lakin normal sırçılık, yağaçılık. Vakeza. Ve kezalike thiyabu vel busut. Yana kiyim-kechek, bisat, yani gilam yoki kiygiz mesela. Yani saldırgan bisatlar. Bunu icari gasi buldu. Toy konulikini icari kaldı Allah'a var mısın? Tiyabaş. واختلفوا في إجارة الأراضين وفي إجارة المياه وفي إجارة المؤذن. الأراضين جمع الأرض. الأرضين desek buldu, el-aradin desek buldu. Rana fath oqsaqın buldu. Sakin oqsaqın buldu. Ziminni icariga berish. Bu ko'pincha ahvolda terilg'i zimindan gap. Va fi ijaratul miyah, suvni ijariga berish. Bu suvni ijariga berish masalasi bundan chiqdi. Nima degan gap bu? Aslida suvni setishdan cheklagan naql. Bundan tafsiloti keladi. Va fi ijaratul muazzin, ana ma'znaqnumga ma'zillik qilganiga shaq berish. İmam degan gap bormi shunda? Ijaratul imam. İmamı mashhurda hozir. Bir oy ishlab bilan manch bo'ldi. وفي الإجارة على تعليم القرآن من القرآن أكتباعين جمو شقرش بمخلافي مثلا وفي إجارة نزو الفحول فحل ديان أشو أكيك أي والله نديمس أكيك لاني شيء والله شبطرشن حق ليش فحول العلماء فحول الشعراء ديمس إرشاد الفحول إلى علم الأصول مثلا فحول ديان عشان دا عالم أكيك وغاولر ديان فحول الشعراء ديان شاعر لانو يمن ديان بولدو Mektup koyuna çaptırışkın pul aldığı açlığa vardır. فَأَمَّا كِرَاءُ الْأَرَضِينَ hem de terili yerini, terili ziminini icari görüş meselesi gelsek, yani kira degen, kiralaşın, icari görüş. فَاخْتَلَفُوا فِيهَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا bununla beklam, eğer ihtilaf düşüp kettir. Emniyette bu müşahtıkaga hadislam her xil kep ketken. فَقَوْمٌ لَمْ يُجِيزُوا ذَلِكَ بَتَّةً وَهُمُ الْأَقَلُّ kat icazıma diyen az sallıqal. Bette yani qat'an, qat'i nazar diyen. Talaqaha talaqan albette de bağı. Talaqul bette. Üzül kesilir. Keskin. Febette talaqi diyen. Teril ziminni icari gasam olmaydı o. Mesela sizde olma teril zimin var. Siz termay şahişler ticari kıldığı adam. Terişki vaqt çıkarabmayla. Bunu icari gasam olmaydı demek. Ve bihi qala Tavus ve Ebu Bekir ibn Abdurrahman. Tavus mu muşkaraş diken. Ebu Bekir ibn Abdurrahman bu şu Medine'deki fakihde tanınan çoğun fakihler diye tsağwa. El-fuqaha seb'a şunun birisi. Hasan al-Basri mi şundan bildiği. Bula teril gızımını icari versen bulmaydı dipti. Ve qala el-cumhur bi cevazi zalik. Cumhur alimlar teril gızımını icari versek buldu. Lekin bula özara ihtilaf düşüdü. Nima icari verilmez, qanday şekilde degende ihtilaf var. Lekin icari verish masalasida ko'pchilik icari versen buldu. Az sallıqqa şu alim mesela icari verse bulmaydı. واختلف هؤلاء فيما يجوز به كراؤها منا جمهور özara ihtilaf düşüp kaldı hazır. Nim bilen icari vas buldu. فقال قوم لا يجوز كراؤها الا بالدراهم والدنانير فقط. Fakat pulullan icari vasan buldu depti. وهو مذهب ربيعة وسعيد بن المسيب مذهب ربيعة ربيعة الرأي إمام مالك ننكي أستاذه ربيعة ابن فروخ أبو عبد الرحمن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وسعيد بن المسيب بلا pulullan icari vasan buldu depti. وقال قوم
يجوز كراء الأرض بكل شيء ما عدا الطعام. Terilg'i ziminni açlıktan başka narsaga ijaraga buldu deb qaralgan. Ve sevan kan zalika bit-ta'am al-kharij minha aw lam yakun. Yani şu zimindan chiqqan açlık olsun yoki sirtdan bergan açlık olsun, açlıktan başkaga kiraga basan buldu. Ve ma ada ma yanbutu fiha kan ta'aman aw ghayruhu. Yani aşı ziminde üngen narsadan başka narsa olsun buldu. Açlık olsun, nima olsun, ziminde üngenmesen, açlıktan başka o'simlik olsunmi, bo'lmaydi demek. Şu ziminde ünmegen narsa bo'lishi kerak debdi. Ve ila hada zahaba Malik ve aktharu ashabi. İmam Malik ve şagirdlarining ko'p qismi mush qarashni tutdi. Ve qala akharun yejuzu kira'ul ardi bima ada at-ta'am faqat. Yani ba'zilar akharun degan shu aktharu ashabining aqalli ashabi yazdirmoq. Ha? Şagirdlarining ko'p qismi andadigo. Unda az qismi boshqalarningda yejuzu kira'ul ardi bima ada at-ta'am faqat. Açlıktan başka narsa olsun buldu. Lekin bu degani şu zimindan ungan açlıktan başka narsa olsun buldu diye o'xshaydi. Masalan, ve qala akharun, yani bazı alimlar yejuzu kira'ul ardi bi kullil urudi ve at-ta'ami ve gayri zalika ma lam yakun bi juz'in mimma yakhruju minha min at-ta'am. Aş zimindan chiqadigan açlıklan bulaqqa şunu bir qismiga pitishmisizlar, başka açlık olamdı, tovar, mata, aşam bu narsaga pitisi buldu debdi. Bu İmam Ebu Hanife ve Şafii'nin qarışı. Müşahirundan maksat Ebu Hanife ve Şafii. Yerden narsa ziminde çıkan narsa olması gerekmiyor. He. Şu ziminden çıkan narsa bulmay, başka yerden ekelgen açlık yoki tovarning bo'lsa bo'ldi. Ve mimmen qala bi hadal qawl Salim ibn Abdullah. Salim ibn Abdullah ibn Umar. Umar radhiyallohu anhu'ningki nevrisi bu. Abdullah ibn Umarning o'g'li Salim. Bu şu fuqaha sabaning bir so'zi deymi? Ve gayruhu minal mutaqaddimin. Salimdan başqa ilgirkilar. Yani bu tabiilar davridagi ba'zi tabiilarning qarashi deydi. Ve huve kavli Şafii. Buna. Muşumu yani Şafii'nin qarışı. Ve zahir kavli Malik fil Muvatta. Yani Muvatta'daki İmam Malik'ninki zahir çıkıp turduğun qarışı şu. Demek İmam Malik'nin kelgen qarashlar ne çıkır? Muvatta'daki zahir qarash var. Yani Mudawwana'da ya başqanada kelgen qarash var. Şagirtlar rivayet qilgan qarash. Ve qala qawmun yejuzu kira'uha bi kulli shay'in ve bi juz'in mimma yakhruj minha. Bu debtamda qanda narsa ijara versen buldu. Şu ziminden çıkan ma'lum persenge ve qisan buldu. Mesela ma unmu yani ijara verdim. Terep, usul asla Oslu'nunki 3'ten biri man olsun, ya 20 man olsun buldu dedi. Ya ki pulga, ya ki başka tavarga icari versin buldu dedi. Ya bu muayyen bir ayın kösesi bulmaydı. Bu zaten çekilen. Cüz'in mimma yakhruju minha. Ve bihi qala Ahmed. Ama şu cüz'ü degandandın, cüz'ü muayyen bulması gerek, cüz'ü muşa' oluş gerek. Çünkü hadis çekilen muayyen bir bektiş. Ve bihi qala Ahmed ve Thawri ve Leyth ve Ebu Yusuf ve Muhammed sahiba Abi Hanifete ve ibn Abi Leyla ve Evza'i ve cema'a. İmam Ebu Hanife'nin iki şagirdin var mutekketler. İmam Ahmed, Thawri, Leyth ve sahibeyn Abi Leyla ve Evza'i. Yani bir grup alimler muş qarashini tuttu. Ve umdatu men lem yujiz kira'aha bihal. Yani birbirler delillerini bayan qilish tushdi. Amaliyotda o'sha keyingi, bu jumhur deb qarasak keyingilarning, shu jumhurning qarash kuchli. Nimaga jarivasi bo'ldi? İmam Ahmad va Sahibayn. Yani bir mazhabning bayani. Yani bir mazhab bo'yicha uni joiz. Yani bunda kuchli qarashli bo'lib qolsa, nada? Yani bir mazhab ben shu yerda bormi? Sahibayn qattiq shu yerga borib qoldi. Uni qo'ldan bermaydi. Yani haq nada bo'lib qolsa, to'g'risi nada bo'lib qolsa, yuguriblar tabbaquna ilal xayr yani. Amaliyotda mush qarashning dalili kuchli. Ham insonlar qo'laylik qilib qilgan qarash. Bizning diyorimizdami? Masalan, jariga bas bo'lamdi, bo'lmam degan talash tasdiqlar. Bo'ladi. Ve umdatu men lem yujiz kira'aha bihal. Zat terilgani jariyatsan qat'i bo'lmaydi. Ya o'zing teriysa, ya bizga bakaga terishni biribsa, yoki uni qo'yib qo'ysa. Ma rawahu Malikun. Bunun dalili mana İmam Malik rivayet qilgan mushu hadisga. Bi sanadihi an Rafi' ibn Khadij radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam naha an kira'il mazari'. Bu muttafaqun alayhi hadis ma. İmam Malik rivayet qilgan va Shaykhan Buxoriy va Muslim. Sizlardanikida. Biznikida va Shaykhan. Qalu ve hâzâ âmmun. Mana umum bir kelgan rivayet bu. Yani mezara degan şey teriydigan etizlar degan. Şu etizlarni kira qo'yishdan to'sdi deb lan bir taraf qilyapti bular. Ve hâzâ âmmun. Umum keldi. Yani mezara ammun shunda adam. Ununga, bununga, manda, unda degan gap yo'q. Ve haula lem yeltefitu ila ma rawa Malikun min takhsis ar-rawi lahu hina rawa anhu. Yakru anhu desek bu. Yani bu qarashda İmam Malik rivayet qilgan mushahadisda keyin ravininki unda xas bir nima qo'ygan nimasi bor.
Bununla dikkat kılmaya kaldı. Yani xuddi hadisninki izahatıga, tushuntirishiga dikkat kılmaya kaldı demek. Qala Hanzala فسألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس به. Eslim şu ravilarning ichida mana Hanzala degan ravi bor. Hanzala o Rafi ibn Khadij rivoyat qildi da kelib ondan Rafi ibn Khadij Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan nahan kira'al mazara deb rivoyat qilgan ekan. Bu sahabining bu rivoyatini olgan tabi'i Rafi ibn Khadijdan so'raydi. İzahı so'rab, oltin kumushga ijaraga berishcho desa, mayli hech gap yo'q dedi. Demak, ma birinchi qarashdilar, hadisdan shu umum lafzini bilib, uning izahatiga diqqat qilmadi dedi. Ha, tabi'i. Wa rawa hada an Rafi'in ibn Umar radhiyallahu anhuma wa akhadha bi umumihi. Mana, mush Rafi ibn Khadijdan mush hadisni Ibn Umar radhiyallahu anhu rivoyat qilgan. Ibn Umar rivoyat qilgan. Ibn Umar Rafi ibn Khadijdan so'rab, Rafi ibn Khadij bir voqealikni paranglashib qolgan chaqda Rasululloh to's qolgan degan ekan, Hazrat Umar bo'ldi deb o'z ijaraga bermabdi ekan. Ibn Umar. Yani Rafi'dan Ibn Umar rivoyat qildi dedi. Wa rawa hada an Rafi'in radhiyallahu anhu Ibn Umar radhiyallahu anhuma wa akhadha bi umumihi. Mush rivoyat qilgan umum amal qiladi dedi. وكان ابن عمر رضي الله عنهما قبل يكري أرضه فترك ذلك. İlgiri zimini icari verdi. Bu hadisini şuna Rafi'den rivayet kılan ikillam qaçıda onu toxtup koydu. وهذا بناء على رأي من يرى أنه لا يخصص العموم. Bu nime binaen ise usul fıkıhda enda bir talaş tartışma. تخصيص العام degan masalada. Yani binal xas alal am, binal mutlaq alal muqayyad degandek talash tartishba. Bu shu Ibn Umarning qiyashimi umumni tutmaymiz, uni taxsis qilmaymiz degan qarashga tushdi ekan. Yani raviyning qo'li bilan taxsis qilayotmaymiz degan qarashga udul keldi ekan. Waruya an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu an abihi. Mishada wa ruya an ibn Rafi'dan. Ibn Rafi'dan. Rafi'ni ibn Rafi'dan. İbnni qatib qo'ysanlar to'g'ri chiqadi. Rafi ibn Khadijning o'g'li dadisi Rafi ibn Khadijdan rivoyat qildi dedi. Wa ruya an Rafi' degani wa ruya an ibn Rafi'in ibn Khadij radhiyallahu anhu an abihi. Yani abihi degan hozir Rafi'. Dadisi Rafi'dan rivoyat qildi. Rafi'ning o'g'li dadisi Rafi' radhiyallahu anhudan rivoyat qildiki, qala naha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an ijaratil aradin. Rasululloh taril zimlarni ijara berishdan to'sgan debmi keldi mana. Bu İmam Müslim rivayet qiladi. Kira'il aradin deb. Ijara degan lafz emas, kira deb, ha? Müslimning lafzi. Nasai boshqalarga rivayet qilgan bo'lishi mumkin, lekin yerda Müslimning lafzi kira'il aradin. Qala Abu Umar ibn Abdul Bar, bu Maliki mazhab olimlarining, muhaddis olimlardan, Muvattani sharhlagan olimlar. Al-Istizkar degan kitobida shunday deydi. Al-Istizkar al-Jami' li madahib fuqaha al-amsar degan kitob. Abu Umar ibn Abdul Bar dabtu wahtajju aydan bi hadith Damrata an ibn Shawdab an Matar an Ata an Jabir an Matar danlaşın fa ard Matar Matar al-Warraq ينشو مترف emas. عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها. Kimning teril zimini olab qolsa, uni o'zi terisin yoki boshqalarga terib olishga bersin, lekin ijaraga bermasin degan hadisni rivoyat qildi. Bu muttafaqun alayhi hadis. Manz axafida bakın liyuzri'aha axafu. Bizimki yok ki. Şu axav ba hadisning lafzi bor. Qarindishiga, yani musulmon qarindishiga terib foydalanishga bersin demoqchi. Bu muttafaqun alayhi. Fa hadihi hiya jumlatul ahadith allati tamassaka biha man lam yujiz kira'al ard. Yuqori hadislarning hammasi terib uzumini ijaraga bersan bo'lmaydi deb qaraganlarning dalili. Hammasi sayyidillar. Lekin deli sevulashillan bitmaydi. Şu mazmunda rivayet kılınan başka rivayetlerden toplaş lazım ya. Başka hadislerden ekleş lazım. Sey hadis ba'da şu mazmunu sey hadisin bismillahirrahmanirrahim mesafasına çatasın. Şu mazmunda yak şu raviden rivayet kılınan başka varyantlarını toplayımız. Toplagandıkın bayatamazsan birisine gelsek bizde vel varak diyen izahatı çıktı o. Aşında izahatla çıkılan ya. وقالوا أيضا من جهة المعنى لكنه معقول يا قياس ما تبتن بالكستب دبتو إنه لم يجوز كراؤها لما في ذلك من الغرر ما معلوم نقبة çünkü onu terip faydalı alamda o, sıla alamda alamanda o neçin gap.
debdi. Bu xuddi Abu Bakr al-Asam bilan nimaga o'xshab qoldi ekan. Li'annahu mumkinun an yusiba az-zar'a ja'ihatun min narin aw qahtin aw gharqin. Chunki ziraatga endi bir ofat tegib qolishi mumkin, musibatli bo'lib qolishi mumkin deydi. Mesela o't ketilgan yoki qurg'oqchilik bo'lib, qahatchilik bo'lib ketib, qahatchilikning ko'pincha qurg'oqchilikdan kelib chiqadi yoki suv ofati sel ofati bo'lib ketib qolsa, hosil olinmasligi mumkin. Bunun boshqa hamma shunda. Mesela biz do'konni uy ijaraga olamiz, ay do'kon o't ketishi mumkin. Shunday hamma shunday bo'ladi. Joiz degan narsaga o'xshash. فيكون قد لزمه كراؤها من غير أن ينتفع من ذلك بشيء. Ondan sonra faydalanmaydigan narsaga pul to'lab ijaraga olib qoldi debdi. قال القاضي يعني ابن رشد o'zini demoqchi. ويشبه أن يقال في هذا من da desekmi qamlashib qoladi demoqchi. إن المعنى في ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود الأرض كما نهي عن بيع الماء يعني كما نهى عن بيع الماء. İmam İbn Rushd hazır şu teril zamanını icariga alsang bo'lmaydi deganligi aqliy dalil tepbir o'tadi hazır. Mandat sal qamlish. Ha, mandat sal qamlishidi. Sizlar ma deganinglarni qamlashmidi. Lekin mandaroq desang sal qamlashib qoladi deb dalil tepbir o'tadi. Bu xuddi suvni satsang bo'lmaydi degan. Suvni sataman deb ishlatgili qo'ymasa, qiyinchilik kelib chiqadi. Insonning hayoti xavf kuchlarga shugan ekan, teril zamanmi ashliq shu hayotning asosi bo'lgan degan kishilarga bir qulaylik yaratib berish uchun qilgan ish bu desak bo'ladi. Yani qulaylik yaratib berish uchun ijaraga berib yurma, o'zi terib olsin. Ya o'zing terib, ya o'zi terib olsin. Demakchi, desak sal qamlashib qoldi. Ve vecih şebehi beynehuma ennehuma asla el-hılqa. Yani suğa ziminni o'xshatsak sal qamlashadi. Bunu jadamda egallar men satıma, ijaraga berma, pul bersang undan ishlataversa, iste'mol qilaversa deb tursa chataq chiqdi demakchi. Nima uchun esa bundan qiyos illa mushtaraka nima deb bor o'xshaydigan tarafi bu tigida Adem alayhisolamning yaratishiga shu tunji modda shu deydi. Adem alayhisolam min tinin inni xaliqun basharan min tin. Va Adem xalaqahu min turab. Nima? To'plan shu layinni, layni yaratgan. Yani asla al-xilqa degan Adem alayhisolam yaratishiga asli ikki modda shu demak. Yani bundan kim manda Adem alayhisolam ziminda yashaydi ekan, cho'qim shu tuproq bilan suvdan ayrilanmaydi. Xudo havodan bundan ayrilanmaydi. Mesela hazır oksigenni cho'ng do'lal egallab, qachilib olib, pul olsang satama desa, insonning hayoti qanday bo'lib ketadi? Chataq. Xuddi suvni shunda demakchi. Ziminni shunda demakchi. Ve amma umdatu man lam yujiz kira'aha illa bid-darahim ve'd-dananiri pullallam caiz. Bunun başka narsadan caiz emas deganlarning dalili fa hadis Tariq ibn Abdurrahman an Sa'id ibn Musayyib an Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qala innama yazra'u thalatha rajulun lahu ardun fayazra'uha. Yani üç türlü adam bir narsa teriydi debdi. Birincisi o'zining zimini bor odam o'zining ziminini teriydi. Va rajulun muniha ardan fa huwa yazra'u ma munih. Yani bir adam birisi bir ziminni berib qolsa, "Men terib ol" deb. Ay berilgan ziminni terib oladi. Uchinchisi va rajulun iktara bi zahabin aw fidda. Uchinchi shaxs oltin bilan kumushga ijaraga olib teriydi debdi. Bu Abu Davud, Nasai, Ibn Majah Tahavi rivoyat qilgan. Sahih bu. Sahih lekin shu oxirdagi va rajulun iktara bi zahab aw fidda deganni bu Sa'id ibn Musayyibning so'zi deb qaraganlar bor. Yani marfu emas demakchi. Qalu an wajh istidlal bulna debdi. Fala yajuz an yata'adda ma fi hadha al-hadith. Undawanikin bu hadisda ba dairdan alqib ketishga bo'lmaydi. O'sha bi zahab va fidda dedigo bu bir. İkincisi bakaga beribasi teriydi. Üçüncüsü o'zining ziminini teriydi. Uch xil ahvoldan teriydi. Onun boshqa oltin kumushdan boshqa narsa ijaraga bermaydi demakchi. Vel ahadithul ukhra mutlaqatun ve hada muqayyad. Mana boshqa hadislar naha an kira'al mazari' deb qo'yilmoq. Mutlaq keldi. Ma muqayyad pulga nima qilsang mayli degandek. Ve minal vacib hamlul mutlaq alal muqayyad. Mana hamlul mutlaq alal muqayyad. Mutlaqni biz muqayyadga bo'ysundirib turib tushunamiz. Bu usuliy bir xil qarash. Usulü xilafi masala lekin. Mesela bir yerde fatahriru raqaba deb keldi. Yani bir yerde fatahriru raqabatin mu'mina deb keldi. Raqaba mu'mina degan muqayyad. Lekin fatahriru raqaba degan yerdimi mu'mina bo'lish kerak deb nima qilsa, bu haml mutlaq al muqayyad.
Yo'q, bu mutlaq degan yerda fatah raqaba degan yerda musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, qanday qul bo'lsa bo'ladi. Fatah raqaba mu'mina degan yerda shu mu'minni shart qilgan bo'ldi. Ikkisi ayrim kelsa, va ham mutlaq alal muqayyad. Musul o'z doirasida ishlatmaymiz. Bu xilof emas, usuldagi ixtilof masala. Lekin de xil ko'pchilik olimlar deyishi mumkin. Hamd mutlaq alal muqayyad. Bina'ul amal al khas deganda. Wa umdatu man ajaza qira'a bi kulli shay'in ma'ada ta'am. Ashliqdan boshqa narsaga ijozat bo'ldi deganlarning dalili. Wa sawan kana ta'amu muddakharan aw lam yakun. Muddakharan degan ashliqni bunda besib saqlab bo'ldigan, ambadi saqlab bo'ldigan ashliq bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin demakchi. Hamısı o'xshash demakchi ekan. حديث يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام معين. Bu İmam Müslim rivayet qilgan. Terivizmini adam o'zi terisin yoki qirindishiga, bakaga terivishga bassin. Buni 3dan 1ga, 4dan 1ga deb kira qo'yamisin. Yani thuluth va rubu degani ashi zimindan chiqqan usulning 3dan 1ga yoki 4dan 1ga deb demoqchi. Wala bi ta'amin muayyan yoki muayyan mesela 2 taqa bug'doyga, 1 tonna bug'doyga degandek unda ashliqqa ijara beramisin degan. قالوا وهذا هو معنى المحاقلة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chekligan muhaqala muomalasi dalmish shu debdi. Ya'ni u ashliqqa ijara berib qolsa muhaqala bo'ldi demakchi. Muhaqala degan nimada? Etizdagi bashaqdagi bug'doyni odatdagi taqadagi bug'doyga setishdi iborat. Shuningga o'xshash bo'lib qoldi demakchi ekan. Wa zakaru hadith Sa'id ibn al-Musayyib marfu'an wa fihi. Endi bular yana Sa'id ibn al-Musayyibning shu Imom Malik Muwatta'da rivoyat qilgan hadisni dalil qilib kelibdi. Ash hadisda wal muhaqalatu istiqra'ul ardi bil hinta. Muhaqalani mujinda bir ta'riflagan bir rivoyat bor. Ya'ni bu biz bildigan bashaqdagi bug'doyni taqadagi bug'doyga setish degan emas. Bu istiqra'ul ardi bil hinta. Zaminni bug'doyga ijara berish deb bunda ta'riflabdi buni. Demek bu muhaqalanın ikinci bir tarifi. Muşanıga eslipti bular. Qalu ve aydan fe innehu min babi bey'at ta'ami bit-ta'ami nasi'atan. Bu aşlıqqa nesi aşlık setişten ibaret deb turibdi. Yani aşlıqqa ijaraga berib qalsa, aşlıqqa ijaraga bersa bu ziminni tergan adam o zimin egisiga bir aşlık berdi ama. Keyin ondan zimindan aşlık chiqqanchaga usul oldi. Shuna bu xuddi shu nasibi aşlıqni almashtirgandek bir narsa bo'lib qoldi demoqchi. وعمدة من لم يجز كراءها بالطعام ولا بشيء مما يخرج منها aşlıqlan bo'lmaydi yoki shu zimindan chiqqan narsaga ba'zi bo'lmaydi deganlar. Balki bularni pul bilan buldi deyish mumkin, yo arud bilan buldi deyish mumkin. Bunun dalili amma bit-ta'ami endi aşliq bo'lmaydi deganning dalili bo'lsa fa hujjatuhu hujjatu man lam yujiz kara'aha bit-ta'am. Yuqorida o'tib ketdi bu. Aynda riba olib qoldi, u oldu bu oldu deganda gapdan. Va amma hujjatuhu ala man'i kira'iha mimma tunbitu azminde o'silgan naslga kira'g'as bo'lmaydi deganligi dalil nima esa fa huwa ma warada min nahyihi sallallohu alayhi vasallam anil muxabara. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nahanil muxabara deb hadis kelgan. Qalu va hiya kira'ul ardi bima yakhruju minha. Mana muxabara degan zimindan chiqadigan usulning ma'lum bir qismiga ijaraga berish, masalan, kafulut va ruba degandek. Mushunga tayinibdi. Yani bularimiz seyadiz, lekin bu seyadislarda boshqasi kelgan ma'lumot yo'q. Dalil sahih, lekin ma'noda bir xil egizbaslik va yoki kamlik bor. Bular mushunlar asli turoldi. Boshqa to'liqlangan rivoyatni ummada. Ve hada qawlu Malik ve kullu ashabihi. Yani ve kullu ashabi debdim. İmam Malik'nin ve bütün şagirdlerining qarashimi shu deb. Balki muxabaraning ta'rifini shu demoqchi bo'lish mumkin. Ve umdatu man ajaza kira'aha bi jami'il urudi ve ta'ami ve gayri zalik. Mana jumhurning qarashimi shu. Hamma narsaga ijaraga bo'ldi, ashliq bo'lamdi, urud bo'lamdi. Balki bundan ichida pulmi cho'qim bo'lishi kerak, shunami? Mimma yakhruju minha, yani o'zidan chiqadigan bo'lsin, boshqa sirtdan biladigan bo'lsin, hammasi bo'ldi degan annahu kira'u manfaatin ma'lumatin bi shay'in ma'lum. Bu ma'lum bir manfaatni, ma'lum bir pulga yoki bir tovarga ijaraga berishdan iborat bu. Noma'lumlik yo'q buningda. Fajaza qiyasan ala ijarati sa'irul manafi'. Boshqa har qanday ijaraga beradigan shu foydalanish, ishlab berish degandek narsa bor-ku. Shunga o'xshash bu. Nim farqi deb turibdi. Bularning dalili qiyosda iborat hozir, ha?
وكأن هؤلاء ضعفوا أحاديث رافع رضي الله عنه. Bular xuddi Rafi ibn Hadijning hadisini aciz deb qaragandek ko'rindi. Yani yuqoridagi rivoyatlarni aciz deb qaradi. Bu aciz bo'lishi sanad jihatdan bo'lmasligi mumkin. Lekin bu yerda bir xil ittirob bor. Bizden bir xil mandaratmi, bizden bir xil mandarat, yani bizda ham bir xil gap chiqdi. Necha yangi kelib qolgan ekan. Bu tigi yiltizi sanad bilan kelishi say bo'lsa-mu muttariba deymiz. Sel igizbas kelib qoldimi? Her xil yangi keldi. Nani aciz deb qarab uni qiyos tayangandek. Ruyan Salim ibn Abdullah va g'ayrihi fi hadis Rafi' annahum qalu iktara Rafi' mana. Salim ibn Abdullah'ning hadisida va uning boshqa hadisida Rafi' ibn Hadijdan kelgan bu. Hammasi Rafi' ibn Hadijga berib taqildi bu hadisni. Musharih qil kelgan rivoyati bir ravidan kelgan. Bu hadisida annahum qalu iktara Rafi' mana Rafi' ijariga bergan degan gaplar bor. Qalu va qad jaa fi ba'd rivoyat anhum ma yajib an yuhmala alayha sayruha. Yani bir rivoyatlarda shuni tutib boshqani mush mazmunga tartib ekilish kerak bo'lgan ba'zi iboralarni kelib qolgan deydi. Qala kunna aktharu ahli al-madinati haqla. Madina ahlisi bizning zaminimiz bekjiqda. Qala va kana ahaduna yakri ardahu va yaqul. Biz odatda zaminimizni ijaraga berib bunda deydik deydi. Hadihi al-qat'atu li va hadihi lak. Ma pachirin chiqilgan usul mening olsun. Ma tarafdan chiqilgan sening olsun deb men zaminni belgilab qo'ydik deydi. Masalan, ikki mo zaminni ijaraga beribdi. Hatto ma modin chiqilgan olsun meningki olsun, anon chiqilgan sening olsun deb belgilab qo'ydik deydi. Yani manch persenti demay, muayyan qilib belgilaydik. Muayyan bo'lsa bo'lmaydi. Ha. Va rubbama akhrajat hadi va lam tukhrij hadi. Ba'zida ma'noda usul chiqib, anon chiqmaydigan ahvol bor. Bo'lib qolibdi deydi. Fanahahum nabiy sallallohu alayhi vasallam shundan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni to'sgan. Tag maktabda ekanmagan yana bir ziyodasi bor bu hadisdan. Va ammal variqu falam yanhana. Bu hadisning davomi. Sahih Muslim rivoyat qilgan ismi bu. Ha? Ya Buxoriy va Muslim. Yani ya Buxoriy dedi-ku, Muslim rivoyat qilgan. Şu hadisning oyog'ida va ammal variqu falam yanhana. Kumushga, odat kumushdan tanga. Pulga nimasi ijara to'smagan deb kelgan. Demak, ma to'liqlimisini elish kerak va boshqa rivoyatlarni ma to'liqlimisini bo'ysundirish kerak demoqchi. Va amma man lam yujiz qira'aha bima yakhruju minha. Endi shu zamindan chiqqan narsa bo'lsa, unga jari vojib bo'lmaydi. Sirtdan ashliqlasi bo'ldi deganlarning dalili fa umdatuhu an-nazaru wal athar. Hem aqli hem naqli dalil akabtu. Amma al-atharu kama warada min an-nahy an al-mukhabara. Mana mukhabara degan qira'alarda ba'da ma yakhruju minha kathul wasman. وما ورد من حديث ابن خديج عن زهير بن رافع. زهير بن رافع ما رافع بن خديج مسمع أولادك. وما ورد من حديث ابن خديج عن زهير بن رافع. مش نطقن كيش قلت رافع بن خديج بس تغسل بس يعني قال يعني زهير ده نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان رفقا منها. رسول الله صلى الله عليه وسلم bizga shunda bir qulaylik ekan narsani to'sab qo'ydi. Faqultu ma qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fa huwa haqqun. Shuni Rafi ibn Hadij debdi. Rasululloh nima degan bo'lsa shu haq. Qala fada'ani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqala ma tasna'una bi mahaqilikum. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni chaqirib, sizlar tirilg'u yerlaringlarni qanday bitirib qilasizlar deb so'radi. Qulna nu'ajiruha ala ar-rub'i va ala al-awsuqi min at-tamri va ash-sha'ir. Biz buni 4dan 1ga masalan, ko'pincha 4dan 1ga birda olsin. Ya 3dan 1 ya 4dan 1ga. Malzemani terislar, terib, ishlab, o'slar olgan chaqda 4dan 1 o'sini menga baslar, olgan 4dan 3dan sizlar asla deydi ekan. Yana va ala al-awsuqi min at-tamri va ash-sha'ir. Yoki xomidan masalan manchi va saq, xoma manchi va saq arpa deb vasaqlabmi ashliq berishga ijaraga beramiz debdi. Bir vasaqni biz 195 kilo dedik yoki 122 kilo, ya'ni 60 sa'an. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la taf'alu unda qilmanglar. Izra'uha uzang teringlar. Aw zari'uha degan shu muzaraat kelishim bo'yicha nima qilinglar demoqchi. Unda alal awsaq min at-tamr va ash-sha'ir demay, zari'uha degan muzaraat qilinglar, ya'ni alal rub'i va thuluth degandek. Yoki aw amsikuha yoki hech kimga ijaraga bermay qo'lingizda tutib turinglar debdi. وهذا الحديث اتفق على تصحيحه الإمامان البخاري ومسلم متفق عليه demoqchi. Demak, ma yuqorining dalili ma'noda shu hadisda nahiy keldi demoqchi ekan.
Ve amma men ecaza kiraaha bima yakhruju minha. Hamda şu ziminden çıkan açlık olsumu şunga bas buldu digenin delili nima? Fa umdatuhu hadis ibn Umar radıyallahu anhuma es-sabit enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dafa ila yahudi Khaybar nakhl Khaybar ve ardaha ala en ya'maluha min amwalihim ala nisf ma tukhriju al-ard ve ath-thamara. Bu muttafaqun alayhi hadis. Bu kitabning müsta'sabit deganni ko'pincha Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisni al-mashhur deganni muttafaqun alayhi ishlatadi. Yoki ba'zida bunda atalg'ini boshqacha ishlatib qo'yib ekilishi mumkin. Demak bu muttafaqun alayhi hadis, ya'ni mashhur ism bo'ldi. Yoki sabit degani sahih demakchi. Deb tushunsak bo'ldi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Khaybar ahalisine, Yahudiliğe Khaybar zeminini, terörlü zeminini berip bu şundan çıkıdığın usulunun yerime bizge olsun size işlanlığa da bergen. Yani muzara'nınki asas delil mi? Demek şu zeminden çıkıdığın nasiki pütüşte hazır mı? Nukkanlar. قالوا وهذا الحديث أولى من أحاديث رافع لأنها مضطربة المتون. ما هو hazır? Hadislerinin türlü rivayetine kirip tercih kılgan gel. Rafi radıyallahu anh'ın hadisleri metni bek izbez. Bizde de yapar, bizde yok, bizde ondadır, bizde ondadır, her kıllarını. Bu şu yukarıda ettiğimiz 6-7 hadisinin hemisi Rafi'nin hadisleri. 6-7 kıl. Daha iken bu ittirab mı? Bir kıl acizlikini bildirilganın boğan iken. Ma hadisini anmayız. Bunu şundan koyup durdu. Ma İbn Ömer'nin hadisini alsak şamal ötmeydi o demektir. Ve in sahhat ahadith Rafi' mana. Rafi'nin hadisini sahih degan taqdirda mı hamalnaha alal kirahiye. Mesela o'zing terisa ya qirindishiga bergin yoki unda qo'yib qo'y deyishmi? Ijaraga bersan sen makruh taz yaxshi emas degan gap chiqadi. Ijaraga bersan qat'iy bo'lmaydi degan gap chiqmaydi buningdan. La alal hadr mana cheklaganlik, harom qilganlik chiqmaydi. Şu zayıfadısının turu var, şunu falan. Ha, bir xil ajiltisning. Onlar Buxariydan Enes Müşadislik kelgan demişim, Buxariy Muslimlik hadislik var. Ha, bu anda muttariba degan hozir isnad sahih. Degan matni tarafdan bulatın kesilma. Naqdil matn ma. بدليل ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلندن توسمغان ولكن قال إن يمنح أحدكم أخاه يكن خيرا له يعني توسمay قرندشingni berasang yaxshi emasmi min an ya'khudha minhu shay'an undan pul olib yurguncha shundan berasang yaxshi debdi yani bu bir xil ijara ko'rib bersang qat'iy bo'lmaydi deganini bildirmaydi bunda qilsang yaxshilik qilish yuzdan daqlanlar pul olib yurmay degandek birgin Şunun icaraga bermey çeklep koygandan onda azraq bir narsa asanlam elip ijara versen yaxshi degan bunda men. Yo'q, ijara elib bergandan, menlar ijarasidan bir versanlar bu yaxshi, afzal debdi. Xayran degani, afzal degani men bo'ldi, ma'lum yaxshiroq deganda. Mana hadiyan shu bekor bir o'tgan. Shu minhaj dirasiya deymiz-ku, bekor bir o'tgan narsa. Bu muttafaqan alayhi hadis mana. Davulga mushadislar hammani to'ksak, ondan shunda joiz dinga chiqadi buni. قالوا يعني دليلهم bizne yandaştırıp ekipti. وقد قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يخابرون فأقرهم. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebal'ni Yemen'e evetken. Yemen'e evetken çağda Yemenlikler başında muhabara kıldı iken. Yani zeminini icari gördü iken. İcari bergen iken tamam mı şunda kıyıverenler dep aşağı tüzümünü bekitip etken Muaz ibn Cebal. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin haberi ba iş bu. Bu İbn Mace Tahavi Şerh Manalı Atar'da rivayet kuttu. İbn Mace mi rivayet kuttu? Bu mu sahih rivayet ken? Sahabınınki uzun nokta kolu olanda. Sahabının şizleri. Degen Resulullah everken boğan çıka. Dokun Resulullah'ın yolu yoruk boyu için kıygan. Dep şensek merfonun hükmünü alıyordu. Onun siyamda Muaz ibn Cemal a'lamuna bil halal vel haram. Ama bu buna aytamda alim sahabıldın boğan iken bu çok mu Resulullah'ın haberi bulap şu boyunca tüzüm bekitken deyişiyatın bu merfoluk derecesiga kötürüldü. Aslında Abu Bekir Ömer Osmanlı usul qaruba qaşında icari yurtda. Demek sahabının sizlerden mi aslında ahval ba. Yani Rafi ibn Hadice'nin hadisi bu anda umum kelgen bazı. Tefsirlerini bayan kılmagan. Endakiler onu başka hadislerde tefsirlerlerimiz. Pulu versen buludu degandek gaplar. Bunda kelgendiki u buludan. Yoki cheklangan aholisi bo'lmi u cheklash bu yerda harom deb keskin zodi qilsang bo'lmaydi deganni bildirmaydi. Bunda pul olib yurgandan bakag'i bir o'tgan yaxshiroq. Deb bunda bir vaz qarindosh muomalat qilinglar degan tariqada iltifot qilinglar deb ashulanda muhojirlar asosan zimini yo'q hamma zimin yoki pul mollari Makka shundan qap qiliblam quruqlam chiqdi-ku
çıqqan ekan, bulığa qarta, şunda qarindoshlik muomalat qilsanglar deb bunlar bir murojaat qilgan shaklda degan gap, keskin aram qilgan emas demoqchi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.